kitob o'qiganimda men burchakka tiqilib o'qishni yaxshi ko'raman. Hech kim menga xalaqit berishgan. Chunki men yig'laydigan joyim bor, kuladigan joyim bor. Ochiq qoringa o'qilgan kitoblarni bilasizmi? Ovqatlar retsepti. Tushonka, qozon kabob. Qaysidir ma'noda meni hayotimga o'xshab ketgan joyi bor-da uni. Amerikanoga Amerika fojiasini o'xshatish mumkin. Umrimda birinchi o'qigan matematika kitobi shu kitobdalar. Assalomu alaykum Barno opa. Peshqadam karvonidan sizga berilgan savollarimiz bor edi, maylimi? Mayli. Qaysi mashhur adib bilan bir piyola choy ustida suhbatlashgan bo'lardingiz? Abdulla Qodiriy bilan. Ahmad Lutfi Qozon. Sizni eng ko'p kuldirgan kim bormi? Bor. Shu dorastadagi odamni boshidagi joyi rosa kuldirgan, oxiri yig'latgan. Sizni eng ko'p yig'latgan kitob? Saodat asri qissalari. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammadovning o'sha fazilatlar kitobi bor. 22-juzi. Usmon roziyallohu anhuning hayotlari. Asosan siyratgo'y kitoblar ko'p yig'latadi, keyin G'azoliyning kitoblari ko'p ta'sirlantiradi. Ihyoulmuddin, Mukoshafatul qulub. Keyin Abullay Samarqandiyni Tanbihul g'ofilin asarlari bor, u ham rosa yig'latdi. Yaqinda o'qimoqchi bo'lgan kitobingiz? Muqaddima bilan ishq. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni hayot yo'llari. Shu kunlarda qaysi kitobni o'qiyapsiz? Ulug'bek Hamdamning Muvozanat kitobini. Qayta o'qisangiz ham zerikmaydigan kitobingiz bormi? Bor. Eng ko'p o'qiydigan kitoblarimdan biri O'tgan kunlar romani Abdulla Qodiriyga tegishli va Choliqishim Rashod Nuribo'yevga. Oxirini o'zgartirish imkoni bo'lsa, qaysi asarning xotimasini o'zgartirgan bo'lardingiz? Amina Shinlik o'g'lini qalamiga mansub shu Johiliston kelinidagi Nafisani hayotini o'zgartirgan bo'lardim, ya'ni saqlab qolgan bo'lardik. Nafisa olamdan o'tdi degan xabar kelganda hamma yig'ilgan, hamma qo'shnilar, hamma o'sha ichiga kirib ketganimdan ularni ichida turganman, men ham qo'shilishib yig'laganman. Agar siz o'qiyotgan kitobdagi bosh qahramon to'satdan oshxonangizda paydo bo'lib qolsa, unga nima pishirib berasiz? Tushonka, qozon kabob. Nega? Chunki o'zim yaxshi ko'raman. Amina Shinlik o'g'lini qalamiga mansub kitobda Johiliston kelinida Nafisa rolini o'ynagan qahramon. O'shanga ovqat qilib bergan bo'lardim. Ya'ni o'zimizani eng tansiq, eng kuch-quvvat bo'ladigan, jismga mador beradigan ovqatni dimlamani qilib bergan bo'lardim. Shirguruchda. Nega? Chunki men shirguruch juda ham yaxshi ko'raman. Qaysi mamlakat qahramonligiga ham bog'liq, lekin o'sha o'zimizda baquvvat o'zbek taomlaridan pishirib bergan bo'lardim. Osh, norin. Qaysi asarni bahorga o'xshatgan bo'lardingiz? Bahorgami? Choliqishini. Nega aynan Choliqishim? Qaysi jihatlari? Chunki Feridiyning xarakteri o'zgaruvchan-da. Bahor havosi shunaqaki, bilmaysiz, ba'zan quyosh chiqib turgan bo'ladi, birpasdan keyin yomg'ir yog'ib boradi. Birpasdan keyin osmonni bulutlar qoplaydi. Birpasdan keyin quyosh chiqib keladi. Feridiyning xarakteri xuddi shunaqa tasvirlangan kitobda. Agar asarlarni fasllarga o'xshatadigan bo'lsak, qish fasliga qaysi kitobni o'qishgan bo'lardingiz? Bu shu Said Ahmadni yo'qotganlarim, topganlarim kitobidagi qisqa yozilgan anaqalardan konda ishlaydigan otlar to'g'risida yozganlar, o'shani qish fasliga o'xshatgan bo'lardi. Oltin kuzga o'xshatadigan asarlaringiz ham bormi? Bor. Masalan, Turkiston qayg'usi, Alvido vatan. Hamma ranglarni ko'rish mumkin bu asarlarda. Ya'ni insonni hayotida bo'ladigan har qanaqa voqeliklar xuddi kuzdagi singari, ya'ni yaproqlar har xil tusga kiradi-ku, atrof zangori, o'shanaqa voqealar ko'p bo'ladi o'sha asarlarda. Qaysi asarni lattega o'xshatgan bo'lardingiz? Latte bilan ichib o'qish mumkin bo'lgan asarlarni lattega o'xshatish mumkin-da. Bular o'sha yaxshi kayfiyat beradigan, yumshoq, ma'no mazmuni yumshoqroq bo'lgan. O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklari, Tohir Malikning asarlari, ba'zi asarlari tarbiyaviy asarlar ekan. Said Ahmadning hikoyalari va hajviyalarini lattega o'xshatgan bo'lardi. Amerikanogacha. Amerikanoga
Amerika fojiasini o'xshatish mumkin. Tabiat qo'ynida mutolaa qilishni yaxshi ko'rgan kitoblaringiz ham bormi? Said Ahmad asarlari. O'zingizni majburlab oxirgi sahifasigacha o'qigan asaringiz. Menga haligi kitobni sovg'a qilishganda adashib o'qib qolganman uni. Umidning 5-mavsumi degan kitob sovg'a qilishgan. Umrimda birinchi o'qigan motivatsion kitob shu kitobdalar. Qaysi kitob qahramoni bilan birga ishga borgan bo'lardingiz? Hadicha onamiz bilan. Qaysi kitob qahramoni bilan birga maktabga borgan bo'lardingiz? Ahmad Lutfi Qozonchini o'gay ona asaridagi Ismoil bilan maktabga borgan bo'lardim. Qaysi kitob qahramoni bilan bir kun alishishni istardingiz? Muqaddas azobdagi oq imom bilan. Sababi bormi? Sababini o'qiganlar biladi. Qaysi kitob qahramoni bilan birga radioda ishlagan bo'lardingiz? O'zi umuman o'tgan kunlardagi kumush qanaqadir yaxshi ko'raman har tomonlama. Faqat radioda ishlash tomonidan emas, o'zi o'sha obrazni qanaqadir boshqacha yaxshi ko'raman. O'sha obraz bilan birga qanaqadir ijodni faqat radio emas, nimadir ijod mahsuli tayyorlashni xohlagan bo'lardim. Qaysi kitobni film qilgan bo'lardingiz? O'tkir Hoshimovni 2 eshik orasi asari. Robiyani. Nega? Chunki uni hayot tarzi hamma ayollarimizga o'rnak bo'lishini xohlardim. Agar sizning hayotingiz haqida roman yozilsa, uni qanday janrda yozish mumkin? Triller, melodrama, komediya yoki fantastika? Hayotiy melodrama. Och qoringa o'qilgan kitoblarni bilasizmi? Ovqatlar retsepti. To'q qoringacha. Uyquning nozik san'ati. Kapuchinoga o'xshatadigan asarlaringiz ham bormi? Men Kapuchinoga hozir o'qiyotgan Qora oqish kitobini o'xshatgan bo'lardim. Ba'zida odam kayfiyatini ko'taradi. Agar u shakarsiz bo'ladigan bo'lsa, odamga achchiq ta'sir qiladigan joylari ham bor. Qaysi asarni ovozlashtirgan bo'lardingiz? Ovozlashtirgan menimcha hozir ko'p asarlar audio holatiga keltirilyapti. Aynan sizning ovozingiz bilan bo'lsa. Ikki eshik orasi ufqni juda yaxshi ko'raman. Shularni xohlardim ovozlashtirishni. Javoblaringiz uchun katta rahmat. Rahmat sizga.